Mavzuyu orzular qanoti. Orzular qanoti nomladim. Bu kishining balandligi umumiy 2 metr. Ramkasi 1.50-44 cm. Ramka temir metaldan ishlangan qanot va ramkani metaldan ishlanib, figurani poliestirdan qo'yishadi. Bu ishimda asosiy maqsad insonning orzu maqsadiga intilishini ifodalashga harakat qildim. Ramkani insonning hayotdagi to'siqlari, hayot chegaralari, jamiyatdagi to'siqlar, intilishga nisbatan qanotni orzu maqsad sifatida ifodalashga harakat qildim. Inson orzu maqsadiga intilayotgan inson ramkadan chiqib ketishga harakat qilmoqda. Bolani harakat intilish orzu maqsadlarga intilishi, shunga harakat ramkada keladigan bo'lsak, o'sha hayotdagi to'siqlar harakatda so'zga chiquvchi komissiyalar bo'lmasa keyingi so'zni bitiruv marakaviy ish rahbari Ulug'bek Kuryazovga beramiz. Marhamat. Ulug'bek aka, sizga so'z. Talabalarimiz mehnatkash, bir yil davomida o'zini yaxshi tomonlarni ko'rsatgan, yetkazilish tomonlari ham yaxshi, tajribali bu ishga kelsak, masalan, bu ramkalarni hammasi metaldan qo'ldan qo'yib bajarilgan, qanotli ham metaldan bajarilgan. Keyinchalik ramkani ichiga o'sha sinchda yetkazilgan. Bu narsasi hozir odamlarning hayotda orzulariga ham yetishib bo'ladigan orzular bor, yetishmaydigan orzular bor. Keyin qaysidir bir darajada hayotda o'sha orzularga yetishga to'sqinlik qiladigan barrierlar chiqib qolishi mumkin. O'shaning uchun masalan psixologlar pastda o'sha qolingan darajada, lekin odamlar baribir o'sha orzulariga erishishga intilishini ko'rsatishga harakat qiladi. Umuman olganda talabalar qo'ygan vazifani to'g'ri bilan bajarganlik bilan a'lo bahoni Ma'nomiz diplom ishini yozma qismini a'lo darajada yozib tugatganda adabiyotlar ro'yxati qilmasam talabga javob beradigan tarzda tugatilgan, tartib etilgan. Diplom ishini amaliy qismiga keladigan bo'lsak, bu yerda 2 xil materialdan foydalaniladi. Bu materiallarning bir-biriga uyg'unligi aynan kompozitsiyani ma'naviy mohiyatini ochib berishga xizmat qiladi. Aytib o'tganlaridek, insonlarning chegaralari, ya'ni ba'zan ularni jamiyat chegaralaydi, ba'zan o'zlarini qo'ygan shaxsiy qonun-qoidalarni o'zlarini chegaralaydilar va ma'lum orzularga erishish yo'lida qiyinchiliklar sodir bo'ladi. Aynan bu ramkani
qanchalik qiyin ekanligi ko'rsatilgan va uning mavzulari chegaradan, ya'ni ramkadan tepada qanot sifatida tasvir etilganligi ham yanada asarni mohiyatini boyitgan. Uning nafaqat holati, ruhiy, psixologik ta'siri, yana diplomatimizning akademik ta'limni ham mukammal egallayotganini ko'rinib turibdi. Asarning yasalishi, ishlanishi, kiyimlardagi burmalari, o'sha holati, portretdagi psixologik holat hammasi asarning mukammal darajada yaratilganligini ko'rsatib turibdi. Bu diplomatimizga alohida tavsiya qilgan bo'lardim, bakalavr darajasini. Ilmiy rahbari bilan suhbatlashgan vaqtimizda va ularning dars jarayonlarida ishtirok etgan vaqtimda ko'p kuzatganman. Diplomat juda talabchan, o'ziga mehnatkash va o'ylaymanki magistratura bosqichini ham bemalol eplab ketadi deb tavsiya qilgan bo'lardim. Katta rahmat. Rahmat. So'zni diplomat o'ziga beramiz. Marhamat. Dars bergan barcha ustozlarga katta rahmat aytib qolaman. Shu sharoitni yaratib bergan barcha insonlarga rahmat. Keyingi himoyachi